İssenmisiz okuşlar? İssenmisiz. Hayırlı gün. Hayırlı gün Nina, hayırlı gün Sina, hayırlı gün sizge, hayırlı gün barımıza. Rahmet okuşlar. Oturunuz. Okuşlar, keyifleriniz neşik? Evet. Yoxshi. Haydi güzelim, yoxshi keyifler bilen. Ders bizni adetdagicha so'rov-javob o'yinidan boshlab ketamiz. Haydi, Artyom. Haydi, Adila. Artyom, bugün neşesin? Bugün 3 Mart. Yaxshi. Allohga so'rovlar beramiz. Qo'ydilar. Azar, bugün aklına koysa ki ne? 3 Mart. Yaxshi. Kim bilasan? Haydi, bilasan? Yılın qaysi fasılı? Hazır, yaz fasılı. Yaxshi. Allohga. Katya? Anne, desene. Yok, ben ciddi. Yaxshi. Allohga rahmat. Haydi, Rasul. Adila, bugün kar yağar mı? Yok, bugün kar yağmıyor. Yaxshi. Sen? Niye yazmayı yaratasın? Niçin? Yok. Şimdi soğuk. Chunki so'qqa. Yani rahmat o'qishlar. Men sizga hozir bir she'r taqdim etaman. Tinglab qarag'izlar o'qishlar. Do'stlik yasharga kerak yer yuzida. Do'stlik kerak har bir kishiga. Do'stlik bo'lsa yashav ko'ngilli-da. Gullab borar har bir ishingda. Aydagizlar birgalab ko'mak ravishda bu she'rni o'qib qaraymiz. Aydagiz o'qishlar. Dostluk yaşarga gerek yer yüzünde. Dost olsa yaşar ko'ngilli de. Gullab borar har bir ishingda. Aygi she'rning ishtaligini to'g'ri kelgan bir rasmni so'ylab olingizlar. Aydalar Artyom. Qaysi rasmni so'ylar eding? Bu resim. Bu rasmni o'quvchilar siz kelishasizmi? Kelishasiz. Bek yaxshi. Aydagizlar, qaranglar. Mening bunda nima rasm ekan? Durust. Do'stlik to'g'rida so'z bor. Bu rasmda kimlar suratlangan? Oyda do'stlar suratlangan. Bek yaxshi. Ular nindi? Do'stlar nindi desam? Ular ko'ngil yoshlar, ko'ngilli. Tag'in kulash. Tag'in yordamchi. Nerede tag'in ne diyorlar? Allah güler. Ular kuladi. Tag'in nishli. Ular nishli. Allah bilgiler. Biylar, Allah bilgiler. o'ynaylar. Yavrular. Yovitalar. Siz nishli o'ynaysiz? Ularga ko'ngillimi? Samir. Ko'ngilli ne uchun? Desam, Çünkü dostlar güler ko'ngilli. chunki do'stlar bilan ko'ngilli. Darsning temasida do'stlar bilan ko'ngilli deb ataladi. Demak, biz bugun darsda narsa to'g'risida so'zlashamiz. Do'stlik to'g'risida. Narsa so'ng do'stlik? Do'stlik. Siz uni nindi predmetlar bilan chalg'ishtira olasiz? Qanday? Güneş. Narsalar bilan chalg'ishtira olasiz? Quyosh bilan. Quyosh bilan tag'in. Şeşir. Shishak bilan. Yo'q, o'shalar. Do'stlar quyosh kabi yoqimli, shishak kabi maqtur ham suykumli. Qarangizlar, e'tibor etingiz. To'xtada narsa suratlangan? Güneş. Quyosh suratlangan. Ana quyoshni yuzib oshib yuborsak, bugungi darsimizning maqsadi yozilgan. Bugun narsaga uylanamiz? Do'stlar to'g'risida sizlarga o'rganamiz. Bugün derste dostlar turunda söylerge öğreniriz. Bazı
Quyoshning necha nuri bor? Artyom, 4 nuri bor. Har nurida so'rovlar berilgan. Ham u so'rovlarga javobni biz birimlar yordamida toparız deb o'ylayman. Sizning ustellaringizda belgilov qog'ozlari bor. Ko'tarib ko'rsatingizlar. Оценочный лист belgilov qog'ozlari. Har birimga ballar qo'yib borasiz. Anlaşıldımı? Hayır. Anlaşıldı. Haydi güzel. Hazır Quyoshning birinchi nurini ochamiz. Birida nechta so'rov yozilgan? Aysuv, Do'stlar nindi bu? do'stlar nindi bo'lar? Bu so'rovga javob beru uchun uy ishini esga tushiramiz. O'quvchilar, nindi uy ishi berilgan? Sizler öğrenirdi. So'zlar o'rganirga. Uy ishini tekshiruv uchun men sizga o'quvchilar interaktiv o'yin taqdim etaman. E'tibor bilan to'xtaga qo'ying. Kishi xulqina xos bo'lgan o'ng'ay ham teskari sifatlarni ikki turkumga bo'lib o'rnashtiramiz. Ham so'zlarni tarjima etib boramiz. Aydaksizlar, o'ng'ay sifatlar, u nechta sifatlar? Ruschasi. Положительное. Положительные. Тескari sifatlar. Отрицательное. Отрицательные. Ketdik. Aydagiz, kim chiqadi? Ayda hozir. Yolg'onchi. O'ng'ay sifat. Yo'q. Annansini tekshiramiz. Yaxshi. Olg'a to'g'ri ketdik. Artyom. Saram, tezkari sıfatlar. Teskari sifat. Saram скупой. Молодец. Samira. Yordamchi. Bu nechta sifat? O'ng'ay sifat. Nechta tarjima etilgan? Yordamchi. Kim aytadi? Oddiy. Aydaksizlar, tekshirib qo'ying. Birida xato bormikan? Adiya? Bu yolg'onchi. Yolg'onchi. U nechta sifat? Teskari. Teskari sifat. Nechta tarjima etilgan? Almanchi. Aydaksizlar, tekshirib qo'yamiz. O'quvchilar, birida xato bor. Yolg'onchi u teskari sifat. Yaxshi, sizlar nechta sifatlarga ega bo'lishga tegishli? Hadi. Samira. Трош. Tanish. Edepli. Adabli. Kereş. Yaxshi. Puxta. Puxta. Yordamchi. Akıllı. İhtibar. E'tiborli. Motor. Yaxshi o'quvchilar. Hozir biz sizning bilan do'stlarning, g'umuman kishining kayfiyati to'g'risida so'zlashamiz. Turkumlarda ish boshqaramiz. Üsteldagi rasmlarni e'tibor bilan ko'ramiz. Rasm bo'yicha kishi kayfiyati to'g'risida so'zlarga birgalab hazırlanamiz. Sizga 2 minut vaqt beriladi. Boshqada vaqt chiqdi. Maturita o'tirdi. Kim? Azir, qaysi turkum azir? Aydaksizlar, birinchi turkum rahmitingiz. Bu kız, ol uzun boylan, sarı şaşlı, zenger su kuzlen, ol su kuymak, hem su tufli giydi. Yaxshi, rahmat. O'tiramiz. Sizga birinchi birim uchun 5 ball belgilov qog'ozlaringizga yozib qo'yamiz o'quvchilar. Aytingizlar, Quyoshning ikkinchi nurini ochib qo'yamiz. Nechta so'rov berilgan? Kim o'qiydi? Artyom? Dostunun yakışır bilesin mi? Do'stimni yaxshi bilasizmi? Bu so'rovga javob beruvchi biz sizning bilan
Kарточkalarda birimler üteybiz. İkinci birimli kartochkalarni әзірлеп қойдыңыз. 2 minut davamında birimni o'taymiz. Birim noktalar o'rnina tiyishli qo'shimchalarni qo'yib yozamiz. İşleringizni bir-biringizga topshirig'iz. Toptaga qarab, ishlaringizni tekshirasiz, bir-biringizning ishlarini ham ballar qo'yasiz. O'qiymiz ham tarjima etamiz. Birinchi jumlani Oysig'u. Менің достым шәһәрдә яши. Мой друг живет в городе. Yaxshi. İkinci cümleni Aydar. Он 5-ші сыныпта оқиды. Он учится в 5 классе. Yaxshi. Artyom. Любимое хобби друга – плавание. Yaxshi. Hobbi. Shug'ul so'zi tag'in nechta tarjima etiladi o'shalar. Shug'ul, hobbi ha? Кружок. Любимое Занятие. Любимое занятие. Bek yaxshi. Oldagi jumlani tekshiramiz. Ozod. Он бассейн Хайри. Он ходит в бассейн. Bek yaxshi. Хәрмәт итеп. Мой друг отзывчивый, и из-за этого друга уважаю. Yaxshi. Do'stimni. Hozir quyoshning 3-chi nurini ochib qarang. Nega so'rovni ko'rasiz o'quvchilar? Дуслар birga ishlaydi. Biz hozir sizning bilan do'stlar birga ishlaydi degan savolga javob beramiz. Buning uchun sizning oldingizda 3-chi nomerli kartochkalar berilgan. Jumladagi so'zlar adashganlar. Siz sonlar yordamida so'zlarni tartibini belgilab chiqasiz. Tekshirasiz. İşni tekshirasiz. İshlarni o'zingiz tekshirasiz o'quvchilar. Tez ravishli sonlar yordamida tekshirib chiqasiz. Her dürüst javobga 1 ball. Ballarimizni o'zbaya qog'oziga yozib qo'yamiz. Bek yaxshi. O'quvchilar, do'stlar birga nishkilar? Sangar. Maktabga yuradi. Maktabga yurilar, Do'stlar birga kinoga yuradi. kinoga yurilar, yo'l italar. O'ynaylar. Yaxshi. Tag'in ishlar. Do'stlar birga dars izlaydi. Dars izlaydilar. Ayyi, birgalar dars izlaydilar, maktabga yurilar. Ham yaxshi bilgilar oladilar. Hozir men sizga bir o'yin taqdim etaman. Bek yaxshi o'quvchi, bek yaxshi o'quvchi, ana o'quvchi yaxshi, ana o'rnak olamiz, ana o'quvchi yaxshi, ana o'rnak olamiz. Quyoshimizning 4-chi o'rinda oshirg'a vaqt yetdi. Biridan men suv berilgan ekan o'quvchilar. Qarasizlar, do'stim to'rinda suyla. Hozir men sizga porlarda ish taqdim etaman. Situativ o'yinlar boshqaramiz, o'zingiz so'ylab olasiz. Selam. Selam. Adile, nereden başlıyoruz? Haydi, neşede. Saat 2'de. Karar. Kayda şuabız? Haydi parkta.
Ушулай, берилген суроолор жардамында ким өзүнүн досту турунда сүйлөпкө тилейт? Артем Рахимов. Масуд ага. Минем достum бар. Аның исеме Шамил. Ана 11 яшь. Ул шәһәрдә яши. Шамил Адымнар Алабуга комплексында укый. Без җәй көне балалар бакчасында таныштык. Ул ни? Минем достым Ул ни? уртача буйлы, Яхшы. кыска кара чәчле һәм кара күзле. Бик яхшы. Ул ышанычлы, ярдәмче һәм тырыш малай. Дәресебезгә йомгак кусарга вакыт җитте. Укучылар, балаларыгызны санап, бәяләү кагазьләрегезгә куегыз һәм билгеләрне чыгарыгыз. Булды. Ул күтәргезлектә бүген дәрестә 5 билге. Афәрин, кемнәрнең 4 билгесе? 3 билгесе бармы? Юк. Бик яхшы укучылар. Шуны тыңлап китегез. Өйшеп, минем дустым темасына хикәя язарга, икенчесе дустымның портретін ясарга һәм сөйләргә, һәм дуслык турында 5 мәкаль өйрәнергә. Бу эшне сайлап аласыз укучылар. Укучылар, бүгенге дәресебезне үзебезнең яратып җырлый торган дуслык турындагы җыр белән тәмамлыйбыз.